Assalomu alaykum. Uydagilarni xursand qilish uchun iftorlikka baliq tutib kelib pishirib beraman deb chiqib ketdim. Niyatimga yarasha chiroyli baliq tushdi. Videoni saqlab qo'yib oxirigacha ko'rsanglar, baliqni chiroyli qilib pishirib, yoniga sarimsoqli non va sous tayyorlashni ko'rsataman. Baliqni bo'lakligi bo'lib olganimizdan so'ng, baliq bilan zo'r kelishadigan sarimsoqli non tayyorlab olamiz. 15 dona sarimsoq, piyoz, tuz, kunjut, bir bo'lak sariyog' solib, duxovkada 200 gradusda 20 daqiqa davomida pishirib olamiz. Yumshoqqina chiroyli bo'lib pishgan sarimsoqlarni ezib, ukrop solib aralashtirib, nonning ustiga surib tayyorlab olamiz. Mazasi va hidini videodan yetkazib olmayman, bitta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga yoqishi aniq. Sous uchun maydalangan ukrop, kashnich, sarimsoq, piyoz, pomidor, shakar, tuz, limonning suvi, tomat soki solib tayyorlab olamiz. Endi baliqni qovurishni boshlaymiz. Baliqni qovurishdan oldin tuzli suvda tuzlab olib, keyin qovuramiz. Shunda shirasi chiqib ketmaydi. Baliq qovurishda baliqni ko'madigan qizib turgan yog'da kam baliq solib qovuramiz. Shunda burdalanib ketmasdan ustlari tillarang, ustlari qotib chiroyli bo'lib chiqadi. Bu videoni sizga ham shunaqa baliq qovurib berishlarini istagan yoki baliq oviga birga borishni xohlagan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like aymasanglar xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat.